kayfiyat tilaymiz. Xudo xolasa mana hozir Tennessi shtatini Nashville shahridan o'tib ketyapmiz, downtowndan. Xudo xolasa hammaga tinchlik, xotirjamlik, doim omad tilaymiz. Umrlar uzoq bo'lsin, o'rtoqlar. Tayyor bo'libdi. Hozir yukimizni olamiz. Xudo xolasa shu bilan yo'lga Indianapolisdan, Indianadan, shtatidan Xudo xolasa Texas, San Antonio shahriga. Xudo xolasa ko'chada qattiq yomg'ir yog'yapti. Masalan, yetib olaylik. Indiana'da ham qattiq yomg'irli kun, tundir shtorm o'tyapti, bo'ron o'tyapti mana. Xudo xolasa. Tabiatning injiqligidan. Yomg'irli kunda Xudo xolasa mana tabiat hodisasini kamida ham ko'ryapti, kamida chiqdi. Assalomu alaykum, qadrdon do'stlar. Salomatmisizlar? Hozir mana Xudo xolasa Dallasga yetib kelyapmiz, Texasga. Indianapolisdan yuk olib San Antonioga, Texasga ketayotgan. Hammaga yaxshi kayfiyat tilaymiz, umrlar uzoq bo'lsin. Zapravka qoldik. Dallas tepasidan endi yo'lga yana bir
200 mayl qoldi. San Antonioga. Sog' bo'ling. Indianadan San Antonioga keldik. Texasga. Hozir xudo xolasa yukka topshiramiz. Mashinani dokka qo'yamiz. Xudo xolasa bugungi ishimiz jarayon tugaydi. To'xtagandik. Laridada shunaqa chiroyli restoranlar bor. O'shani sizlardan baham ko'rmoqchi. Judayam bir chiroyli joy. Odamlar to'xtab, ozgina dam olib, yarim soat, bir soat shu bilan yana chiqib ketadi. Hava ham rosa baxtli bo'lib turibdi. Texas shtatida juda ham ko'p yo'llar bor. Mana shu yozda jazirama bahordan boshlanadi. Juda ham ko'p yo'llari ko'p bo'ladi. O'shaga kelgan sayyohlarga, odamlarga ehtiyotkorligi chorasida mana shu ogohlantirish yozuvlarini qo'yib qo'yishadi. Hammaga yaxshi kayfiyat tilaymiz, umringiz uzoq bo'lsin. Endi xudo xolasa yo'lga biz ham sog' bo'linglar. Xudo xolasa mana yo'lga chiqdik. Texas Floridadan Los Angeles, Kaliforniyaga. Alloh yo'llarimizni yorug' qilsin, tinchlik bo'lsin. US 83, then take the second right. Salkam 350 turist maylchi US'ga ketamiz. Nima servis yo'q. Davlatning chegarasi bo'yicha ketadi. Mana Arizonaning tog'lariga ketamiz. Yerevandan. San Diegogacha 196 mayl ekan. Chamasi bir 100 metr bo'lsa kerak, 200-300 metr uzoqlik. Hamma ham ko'lli zo'da. Xohlasa biz yo'ldamiz. Ishni xotirjamlik bo'lsa, ilk kunimizni Los Anjelesga, ikkinchi kunimizni shu San Fransiskoga yaqin joyga tashishimiz kerak.
olib keldik. Mana yukimizni tushirib olamiz. Ikkita palletni qoldiramiz. Shu bilan San Fransiskoga yo'l olamiz. Xudo xolasa birinchi manzilga yaxshi yetib keldik. Mana hozir katta palletlarda salafanlar, asosan sabzavotni qadoqlash bo'yicha. Mana menda ham korobkalar turibdi, hammasi qadoqlash bo'yicha. Butun marketlarga jo'natishadi. Endi xudo xolasa ikkinchi yo'lga qarab. Xudo xolasa bo'ldi. Endi yo'lga. Shanba kuni topshiramiz yukka. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Mana Kaliforniya. Dushanba ertalabdan yukimizni, oxirgi yukimizni tushirib olamiz. Kaliforniyada. Mana dehqonchilik. Hamma sitrus mevalar bor ekan. Pomelo. Ana shuni qarang, kattaligini nargisini. Havo vashi zo'r. Mahalliy dehqonlar yetishtirgan hammasini. Zo'r marketing. Hammasi organik. Mana limondan olish kerak. Toshkentnikini rangi daqa ekan, qarang. Mana Kaliforniya qulupnaylari. Qulupnay olamiz. Arva olib kelay, qulupnay olamiz. Limon. Limon olaylik, 5 tasi $1 ekan limon. Banan olamiz. Qattiq arvalari. Asal olamiz keyin. Bitta bo'ladi. Yashilni sarig'ini oling. Sal pishadi mana. You don't want one of these? Look at, they have little baskets in that. Look at. Look at. See? You get one of these? So you get a couple. $22 ekan. Mana bozor qilib oldik. Juda ko'p o'ziga yarasha vitaminlarda. Mana zo'r mana shu mahalliy aholi yetishtirgan asaldan oldik. Xudo xolasa mana shu $22 ekan. Mango oldik. Mana zo'r pishgan mango, bu ham mahalliy aholidan. Mana qulupnay. Keyin mana mini bananlar oldik. Xudo xolasa. Mana greypfrutlar, xudo xolasa. Mana limon. Bizani O'zbekiston limoniga o'xshagan ekan, mazasi ham, hidi ham juda ham zo'r, juda ham shirin. Qolaversa, yana mini limonlar oldik. Bu ham mana shu mahalliy dehqonlar yetishtirilgan. Hozirgi qilgan xarajatimiz $55 45 sent bo'libdi. Xudo xolasa mana hozir endi okeanni bo'yiga boramiz, aylanib.
7-chi akamiz uyga. Barchaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Kuninglar xayrli bo'lsin, salomat bo'linglar. O'rtoqlar. Zo'r havo, xudo xolasa. Kaliforniyani Salina Beach degan joyga keldik. Tamam, tayyormiz. Doqolasa mana kunimiz zo'r o'tdi, dam olishimiz. Ertaga dushanba yana yurdik. Ajoyib fikr. Har chakkan sohillarni ko'ryapsiz. O'sha to'g'rida juda ko'pchiliklar bor ekan. Florida shtatida Atlantika sohillarida men bilgancha man ko'rmaganman. Juda ko'pchilik balkim iqlim to'g'ri kelsa kerak bo'larkan.